Hammaga assalomu alaykum, hurmatli soqqa hapchilar, hurmatli treyderlar. Bugun biz Binarium saytidamiz va sizlarga hozir bozorning holatini ko'rdim, trade qilayotgandim va mana bunaqa strukturani ko'rsatmoqchiman. Shunday zapisni yoqdim. Qaranglar. Bizda o'zi down trend bo'lyapti. Ko'rishlar mumkin. Pastga qarab kelyapti va mana bu yerda korreksiya bo'lgan. Va narx ozgincha yuqoriga qarab harakatlanyapti. Aynan mana shu tarafdan biz foydalanib olishimiz kerak degan xulosaga keldim. Ya'ni nima qilamiz? Mana bu yerda yuqoriga o'sish bo'lyapti, ko'ryapsizlar va biz tepaga bitta ochamiz. Bitta nariga suramiz narxni va yana bitta tepaga ochamiz. Narxni yana 1 daqiqa nariga suramiz va yana bitta tepaga bitta ochamiz. Mana yaxshi kuchli impuls bilan o'sib berdi. Ko'rishingiz mumkin, narx to pastga tushgungacha unchalik katta o'sishda bo'lmadi. Bitta sekin o'sib kelgan ko'ryapsizlar, no yoqda bittada mana shu yerdan korreksiya bo'lgan. Bittada uchib ketgan kuchli impuls bilan. Xuddi mana shu impulsni ushlab olishimiz kerak edi biz va hozir ushlab olyapmiz. Xo'sh. Umuman olganda qaranglar. Bozor har doim ham to'g'ri bitta yo'nalishda harakat qiladi. Uptrend bo'lsa uptrend, downtrend bo'lsa down yoki sideway yana yon taraflama harakat bo'lsa yon taraflama yuradi. Lekin masalan downtrend bo'layotgan paytda ham tepaga ayrim paytda korreksiyalar bo'lib turadi. Bu o'sha narxni yurib kelayotgan paytda bilamiz, o'sha tepaga pastga tushib, umumiy o'sha higher low nuqtalari, mana birinchi zelka plyusda yopildi. Xuddi o'shaqa nuqtalar pastga qarab harakat qiladi va o'shuning uchun biz yana tepaga ochamiz. Aynan biz o'shu uchun bu narsani downtrend deymiz. Lekin mana bunaqa vaziyatlarda korreksiya bo'lgan holatlarda mana yana kuchli impulslar bilan birdaniga tepaga qarab harakatlanib ketib qoladi. Lekin все равно bu umumiy downtrend. Shunchaki tepaga ozgincha qarab harakatlanayotgan paytida biz shundan foyda olib olamiz. Bo'ldi. Xo'sh, kirganimda menimcha $15,000 bor edi umumiy summa. Hozir ko'ramiz qani qanchagacha chiqara olamiz. Biz shunchaki to mana shu ozgincha korreksiya, ya'ni o'sha tepaga chiqib berguncha savdo qilamiz tepaga, keyin bo'ldi. Bu yo'q yana o'zini xodiga, o'zini yo'nalishiga qarab ishlayveramiz. Euro USD parastamiz aytgancha. Payqagan bo'lsanglar ham. Mana ikkinchi zelka ham plyusda yopildi bizda. Juda ham ajoyib, zo'r. Undan tashqari men sizlarga eslatib o'taman, bunaqa strategiya, bunaqa mana shunaqa pattern hamda strukturalarni hammasini biz VIP kanalimiz bor Telegramda. Aynan o'shanga o'tib olsanglar, qo'shilish tekin. Silkani описаниеda qoldiraman, o'tib olsanglar, hammasini tekinga o'rgatib boraman. Bundan ham kuchliroq, bundan ham yaxshiroq ishlaydigan struktura, strategiyalarni bemalol foydalanib o'sha obunachilar yaxshi daromad qilishyapti. Chunki qiyin emas, binarium trading qiyin emas. Shunchaki nima qilishni, qanday qilishni bilsa bo'ldi. Minimal informatsiya bilan ham maksimum foyda qilsa bo'ladi. Xo'sh, bizda ikkinchisi ham plyusda yopilyapti. To'g'rimi? Da, 100% уже to'g'ri. Xo'sh, ikkitagina zelkani plyusda yopilishini kutamiz va bo'ldi. Undan tashqari bizda bilganlar biladi, ya'ni VIP kanalda signallar berib boriladi. Aynan mana shunaqa strategiya va strukturalardan foydalangan holatda, o'shalarga asoslangan holatda signallar berib boriladi. Signallardan ham bemalol yaxshi foyda ishlasanglar bo'ladi. Depozitni kuniga bemalol 20% dan oshirishyapti. Ya'ni, например, deylik, agar balansda hozir bizda $15,000 bor-ku, mana shuni 20% ga oshiryapmiz. Bu degani $3,000 har kuni live signal berib boriladi. Xuddi o'sha live trade tepaga ochilsa tepaga ochasizlar, pastga ochsa pastga ochasizlar. Copy trading deydi bu narsani, ya'ni shunchaki orqasidan trade qilasizlar xolos. O'shaning orqasidan ham yaxshigina depozitni ko'tarib olib, balansni ko'tarib olganlar bor. Aytayotganimdek, kuniga stabil 20% dan ko'taryapmiz. Даже ayrim payt undan ham ko'proq. Mana uchun keyingisi ham plyusda yopildi bizda. Shu uchun qo'shib qo'ysanglar, u ham tekin, aytganimdek signallar ham hammasi sizlar uchun, Soqqa Hub communitysi uchun. Undan tashqari kommentariyada yozib ketinglar bolalar. Sizlar ana kommentariyada yozib ketinglar, qaysi strategiya, qaysi narsa haqida yana video qilay.
chunki YouTube kanalimni anchadan beri kuzatayotganlar biladi. Juda ham ko'p temalarda video qildik. Shuning uchun o'zingizlar pastga yozib qoldiringlar kommentariyada qanaqa mavzularda iloji boricha ko'proq sizlarga informatsiya kerak, qanaqa mavzularda qiynalyapsizlar, nimani bilmoqchisizlar o'sha temada video qilishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Iloji boricha sizlarga foydasi tegsin. Soqqa hab community uchun aytganimdek. Xo'p, bizda oxirgi сделка ham plyusda yopiladi. Да, уже bu plyusda yopiladi. Всё, четкий. Ko'rib turibsizlar, ketma-ket 5 ta сделка, hammasi plyusda poдряд. Вообще zo'r manzara. Umumiy 5 minut ichida $500 foyda qildik. Juda ham ajoyib. Xullas, YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, like, kommentariya. Hammaga rahmat.